Ali Ibrohim Akram, Xolid ibn Valid, Yengilmas qo'mondon. Kirish. Ruscha nashrga muqaddima. Moziyga nazar tashlasak, juda ko'p tarixiy shaxslarning umr yo'llaridagi dastlabki bosqichda hayot ular uchun hamma qatori oddiy mazmun kasb etganiga guvoh bo'lamiz. Biroq shunday on keladiki, aqliy nuqtai nazardan tushuntirib bo'lmaydigan burilish sodir bo'ladi. Ularning hayot falsafasi va qarashlari tubdan o'zgaradi. Bu burilish nafaqat bir kishining hayotidagi o'zgarishlarga, balki juda katta tarixiy voqealarga ham sabab bo'ladi. Bunday holatlarni ayniqsa dinlar tarixida ko'p uchratish mumkin. Xolid ibn al-Valid ham islom olamidagi ana shunday shaxsdir. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning zamondoshi, u zotning ona shahri Makkadan bo'lgan Xolid ibn al-Valid dastlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmani bo'lgan. U Muhammad alayhissalomga uzoq vaqt qarshilik ko'rsatgan Quraysh qabilasi vakili va endigina dunyoga kelgan dinga qarshi chiqqan eng muvaffaqiyatli sarkardalardan biri bo'lgan. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'shini mag'lubiyatga uchragan Uhud jangida ishtirok etgan. Ammo uning islom dinini qabul qilishi oldindan taqdiriga bitilgan edi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir safar u haqida shunday deganlar: Xolidga o'xshagan odam uzoq vaqt islomdan tashqarida qololmaydi. Va kunlarning birida islom haqiqati Xolid ibn al-Valid oldida o'zining shaksiz buyukligi va pokligi bilan namoyon bo'lgan. Shundan so'ng u Arabistonda ham, undan tashqarida ham yangi dinning shonli bayrog'ini ko'tarib yurgan, islomning buyuk jangchilaridan biriga aylangan. Xolid ibn al-Valid shaxsi haqida ko'plab turli xil va qarama-qarshi mulohazalar mavjud. Pokistonlik tadqiqotchi general-leytenant Akramning asari paydo bo'lmaguncha, uning qanday shaxs bo'lganligi haqida aniq va batafsil tushunchaga ega bo'lish imkonsiz edi. Uning kitobini bir nechta nuqtai nazardan qiziqarli deb aytish mumkin. Birinchidan, kasbi harbiy bo'lgan Akram professional sifatida urushlar va harbiy san'at tarixi prizmasi orqali moziyga nazar solib, Xolid ibn al-Valid ishtirok etgan yurishlarning harbiy taktikasini ajoyib tarzda talqin qilgan. Ikkinchidan, asosan tarixiy yo'lnomalar materiallariga tayanadigan akademik tadqiqotchilardan farqli o'laroq, Akram yozma yodgorliklar ma'lumotlarini o'zining dala tadqiqotlari natijalari bilan to'ldirgan. U Xolid ibn al-Valid hal qiluvchi rol o'ynagan, Yaqin Sharqning turli mamlakatlarida joylashgan, jang harakatlari amalga oshirilgan hududlarni shaxsan borib ko'rgan. Shunday qilib, Akramning tadqiqoti bu shunchaki nazariy ish emas, u amaliyotning tanqidiy tahlili natijasidir. Shuningdek, Akramning o'zi ham Sharqqa mansubligi va uning qarashlari musulmon madaniyatiga ichki tomondan qaralgan nuqtai nazar ekanligi ham juda muhim. Bundan tashqari, Akram o'z asari Ibn al-Valid hayoti haqida hikoya qilish bilan bir qatorda o'rta asrlar tarixining umumiy jihatlariga ham to'xtalib o'tadi. Akramning asarini nafaqat bir-biriga zid fikrlar bildirilgan Xolid ibn al-Valid shaxsining asli qanday bo'lganligini va uning tarixiy rolini tushunishni istaganlarga, balki umuman islom dinining yaralishi va uning tarqalishidagi dastlabki asrlar bilan bog'liq barcha masalalarga qiziqqanlar uchun tavsiya qilish mumkin. Shumovskiy, tarix fanlari doktori, sharqshunos, arabshunos, 70 ta ilmiy asar muallifi.